Ну, telefon olganim deyli. O'zim uchun. O'zingiz olganmisiz? Da. 15 Pro olganman, narxi esimda yo'q. Afsuslanasizmi ham? Yo'q. Xursandman olganimdan. Man rostini aytsam, unaqa qimmat xarid qilmadim. Лучше такого не покупал еще. Ну, может, не знаю. Сейчас скажу. Аренда квартиры Qancha bo'lgan? $100. Afsuslanasiz, qimmatroq bo'lgan. Yo'q, qancha? Aniq eslamayman. Menimcha iPhone olganim bo'lsa kerak. Qanchaga? Uni ham aniq bilmayman, chunki uydagilarim olib berganda. O'zingiz uchun qilganingiz. Yo'q, hali unaqa katta xarid qilmadim. Bilmasam, esimda yo'q. Umr uchun safar faqat. Eng qimmat xaridim o'ylab ko'rish kerak uni. Telefonda. Telefon berganmiz oyim olib berganman o'zi. Qancha? Shu $1200. Al sertifikatim. Siznikichi? Magnitda 8 ml chupa-chups olganim. Sizniki qancha bo'lgan eng qimmati? Summasi qancha bo'lgan? 2 500 so'm qaytarib olganman keyin.